Ushbu o'rinda men ustozimiz Shayx Hazratlarini aytib bergan bir hikoyasini eslab o'tmoqchiman, ibrat tariqasida. Hazrat aytdilarki, bir kun internetda bir yigit menga xat yozibdi dedilar. Hozirgi aytilgan Yevropa mamlakatlarining eng rivojlangan, madaniyatning qoq markazi bo'lgan bir mamlakatga o'zbek yigiti, musulmon yigit ishlagani boribdi. Yetuk mutaxassis ekan, borgandan katta joyga ishga joylashgan, maoshi juda ham yetarli, uy-joy bilan ta'minlangan, hamma shart-sharoiti zo'r. Bu narsalarni yozib bo'lgandan keyin endi asosiy maqsadga o'taman hazrat. Men shu joyga kelib, o'zimizni yurtimiz, vatanimiz va mo'min musulmonlarni, islom dinini qanchalik poklikka e'tibor berayotganligini endi tushunib yetdim. O'zbekistonimizda yashab yurganimda bu darajada bizning dinimiz poklik dini ekanligini tasavvur qila olmas edim. Ma'lumotlarni o'qiganman, o'rganganman, ko'rganman, lekin amalda bu narsani ko'p ham ko'ra olmas edim. Lekin bu yerga kelib haqiqiy poklik dini islom dini ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'zim shuni ishtirokchisi bo'ldim va iymon keltirdim. Iymonim mustahkamlashdi debdilar. Nima? Sabab shu, men katta bir korxonada ishlayman. Hammamiz eng toza kiyimlarda yuramiz, eng oxirgi qimmatbaho kiyimlarda yuramiz. Ishxonamga kelaman. Kelganimdan keyin u yerda rahbarlar bor, xodimlar bor, hammasi katta insonlar. Sekin albatta inson hojatga kirmasa iloji yo'q. Yonimda o'tirgan bir rahbar, men bilan teng odam bir rahbar hojatxonaga kirib ketadi. Ularda hojatxonalar bemalol ko'p bilasizlar, hamma bitta joyga kirib ketaveradi. Kirgandan keyin birortasini hojat qilib chiqayotgan paytda qo'lini yuvganini ko'rmadim. Birortasini. Rahbardan tortib xodimlargacha birortasi hojatdan keyin qo'lini yuvganini ko'rmadim. Ko'nglim aynib qayt qilgim kelib ketadi ularni ko'rib. Lekin zohiriy qarashni, turishni ko'rsangiz, shunaqangi qimmatbaho kiyinib olgan, ko'rsa inson havas qiladigan, sochlar taralgan, bo'yalgan, juda ham chiroyli. Lekin ma'nan olib qarasangiz, qo'li najas. Ular bilan so'rashaman, kirib qo'limni yuvib chiqaman. Bittasi hojatxonaga kirib chiqqandan keyin men bilan kelib so'rasa yana kirib qo'limni yuvib chiqaman. Uydan kelsa so'rasa yana kirib qo'limni yuvib chiqaman. Ishim qo'l yuvish bilan avora bo'lib qoldim, tamom. Shu bilan mashg'ul bo'lib qoldim. Oxir majbur bo'ldim, qo'limga yaxshilab oq haligi shifokorlarning bintidan o'rab, qo'limni xuddi singan holatda ko'rsatib, shunaqa qilib oldim o'ng qo'limni. Endi birov so'rashmoqchi bo'lsa, shunday qo'limni ko'rsa, so'rashmasam bundoq qilib havo orqali so'rashib ketadigan bo'lib qoldi. Shunday qilib qutuldim. Boshqa chora topolmadim hazrat deb yozibdilar. Mana azizlar, dunyoga hozir madaniyat, shaxsiy gigiyenik tozalik va hokazo deb bong urib yotgan mamlakatlarning odamlari, aholisi mana shunday hayot kechiradi va ming afsuski bizning ba'zi bir odamlarimiz shularga havas qilganiga hayron qolasan endi. Shularga o'xshab kiyinish kerak, shularga o'xshab ovqat yeyish kerak, shularga o'xshab qoshiq, vilkani, pichoqni ushlash kerak, shularga o'xshab piyolani ushlash kerak va hokazo. Qayerga qarab ketyapmiz biz? Bu qo'shtirnoq ichidagi bu ommaviy madaniyat xolos bu. Bizning ma'naviyatimizdan, dini diyonatimiz, milliyligimizdan ayirishlik uchun o'ylab topilingan hiyla-nayranglardan boshqa narsa emas bu. Xosatan buni yosh yigit va qizlarimiz e'tibor berib qarashlari kerak. Poklik bizning dinimizda, boshqa joyda yo'q bu poklik. Masihiylar bilan birga yashaganlar bo'lsa, o'zingizlar bir ko'z oldingizga keltiringlar. Hech qachon hojatxonaga kirgandan keyin qo'lini yuvmaydi va ayoli bilan birga bo'lgandan keyin ham cho'milmaydi. Balki ularning e'tiqodi bo'yicha birga bo'lishdan avval cho'milish kerak. Juda amal qilganlari, o'ta toza pokiza bo'lganlari er-xotin yotishdan avval cho'miladi, ammo yotgandan keyin cho'milmaydi umuman. Bizdachi yotgandan keyin cho'milish farz. Farz degani Allohning qat'iy buyrug'i. Shuni bajargan inson bir farz ibodatni bajargan sifatida Allohning oldida buyuk mukofotga sazovor bo'ladi. Qarang buni dinimizda tozalikka qanchalik savob beryapti. Bu insonni jannati bo'lishi uchun qo'yilgan qadam sifatida ko'riladi biz dinimizda. Qolaversa hozirgi zamonaviy tibbiyot mutaxassislari kashf etib isbotlashdiki, inson er-xotinlik aloqasidan keyin cho'milsa, ishlatilgan quvvat yana o'z joyiga qaytar ekan. Balki shuning uchundir ularning erkaklari 30-40 dan keyin yaramay qolishi. Chunki cho'milmaydi-da, quvvati qaytmaydi o'ziga. Musulmonlarchi
80 boy, 90 boylar bor. Alhamdulillah, chunki ular doimo cho'miladi, pokiza yurishadi. Poklikda quvvat bor. Poklikda quvvat bor albatta. Islom bekoriga buni farz qilib qo'ymagan. Qolaversa, inson o'sha aloqadan keyin, jinsiy aloqadan keyin cho'miladigan bo'lsa, zehni o'tkir bo'lar ekan. Xotirasi mustahkam bo'lar ekan. Kasalliklarga qarshi kurashish immuniteti juda ham quvvatlashib ketar ekan. Shuning uchun ularning ko'zlari ham o'tkir. Mana hozir shundoq. Musulmonlar yashayotgan joy, mintaqalarni bir tekshiraylik-da. Musulmonlar yashamayotgan mintaqalarni tekshirsangiz, quloq ham, ko'z ham, burun ham hamma a'zolar musulmonlarda mustahkam. Musulmon bo'lmaganlarda zaif. Endi sekin musulmonlar ham zaiflashib boryapti, chunki diniga amal qilmay qo'yyapti. Diniga amal qilish susaygan sari musulmonlarning ham ichida ham botiniy, ham zohiriy kasalliklar ko'payib boryapti. Agar amal qilsak edi, bundoq bo'lmas edi. Xo'p, endi bu umumiy jasadning pokligi namozda. Alloh subhanahu va taolo hattoki namoz o'qishlik uchun vasiyabaka fatahhir, libosingni ham poklagin deb buyurib qo'ydi. Libosning pokligini boshqa millatlar umuman tasavvur qila olmaydi. Uni qarang, libosimizga bir tomchi spirt tomdi. Spirt. Shu libosni yuvib 3 marotaba quritish kerak. Buni boshqa din vakillari eng poklikning cho'qqisiga chiqqanlari umuman e'tibor bermaydi, bilmaydi ham, qaramaydi ham. Ular libosga dog' tegsa tozalaydi. Lekin dog' qoldirmaydigan shunday najaslar bor. Umuman dog' qoldirmaydi. Lekin biz o'shandan ham tozalaymiz, pokizalaymiz libosimizni. Undan tashqari joyimizni pokligichi namoz o'qishlik uchun hech qaysi din vakillarida yo'q. Balki ularning ibodat qiladigan joylarining o'zi nopok bo'ladi. Bizda esa Alloh subhanahu va taolo yer yuzini ham yo'g'ini bizga ibodatxona qilib berdi. Faqatgina nopok joylar, hammomlar, qushxonalar, axlatxona, chiqindixonalar, va hokazo shunga o'xshagan joylar, qabristonlar, ya'ni qisqasi insonning tabiati tortmaydigan, nopok, notoza bo'ladigan joylardagina ibodat qilish mumkin emas. Chunki namoz to'liqligicha poklikni taqozo qiladigan ibodat bo'lganligi uchun joy ham pokiza bo'lish kerak. Joyimizni pokiza bo'lishligini esa naddifu afniyatakum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam joylaringni, atroflaringni pokiza qilib tozalab yuringlar deb qo'yganlar. Undan tashqari yana bu borada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadislar bor. Ittaqul la'inayni allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim, rawahu Abu Dawud va Muslim. Aytadilarki, ikki la'nat keltiruvchidan saqlaninglar dedilar. Odamlar, ey Allohning rasuli, ikki la'nat keltiruvchi nima dedilar? U zot sallallohu alayhi vasallam odamlarning yo'liga yoki soya joyiga xalo qilib qo'yishlik dedilar. Ya'ni tahorat ushatishlik. Mana shuning uchun mo'min musulmonlarning jamiyatida hech qaysi musulmon daraxtlarning ostiga, devorlarning ostiga, yoki soyabon joylarga, odamlar yuradigan joylarga umuman tahorat ushatmaydi. Shuning uchun avvallari doimo qishloqlarga borasizmi, shaharga borasizmi, uyni tashqarisida hojatxona qurib qo'yilar edi. Uyni ichida o'zini oilasi uchun, uyni tashqarisida musofir yo'lovchilar uchun qishloqda 3-4 ta joyda hojatxona bo'lar edi. Shaharda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Nimaga? Chunki uchragan joyga tashlab ketavermaslik kerak ekan. Aks holda jin uradi, kasal bo'ladi, illatlanadi. Chunki la'natlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ikkita mana shunaqa joy la'natlaydi deb. Endi bu dinimizga amal qilmayotganlar nima qilyapti? Aynan odamlar sayolab o'tiraman degan joyga kechasi hech kim yo'qligida paketida shundoq chiqindisini olib chiqib, axlatni olib chiqib tashlab qochyapti. Uni kechasi daydib yuradigan kuchuklar, mushuklar kelib titib paketini chochib, ertalabga qarasak chochib yoradi hamma yo'g'iga. To u haligi chiqindini, axlatni yig'ishtirib ketadigan maxsus xizmat xodimlari kelib mashinasi tozalab ketmagunigacha mahallani mikrob bosib sasib yotadi. Bu umuman musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. O'shanaqa joylardan o'tib kelayotgan namozxon burni haligi hid bilan kayfiyati buzilib, ensasi qotib, kelib masjidga namoz o'qiyotganingizni ham shu hid hali burningizdan ketmagan bo'ladi.
Bu musulmonchilikdan emasdi azizlar. Biz qayerga qarayapmiz o'zi? Nimaga bu tozalikka e'tibor bermaymiz? Nima uni maxsus o'sha xizmatni xodimlari bajarish kerakmi faqat? Ha biz musulmon bo'lib nima qildik bo'lmasa? Musulmonchilik shuki, loqayd bo'lmasligi kerak, beparvo bo'lmasligi kerak musulmon. Chunki bu Allohning buyrug'i va payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyruqlari bu. Bu masalan oddiy shahar hokimining buyrug'i emas. Yoki tumanimiz hokimining buyrug'i emas bu. Yoki bir masjidning imomining buyrug'i emas-ki bu. Ya o'zlari qilsin. Maxsus xodimlari bor, o'zlari bajarsin. Bizning ishimiz bor. Maoshini oyatibdi, o'zlari bajarsin deyavermaslik kerak. Biz shunday musulmonchilikni amalga oshiraylikki, o'sha chiqindidan yig'ishtirib ketayotgan xodimlarga ish qolmasin. Agar har birimiz o'zimizning musulmonchilik burchimizga amal qiladigan bo'lsak, umuman ko'chada axlatni yig'ishtirib beradigan odamlarga ish qolmaydi. Hozirdachi ming afsus musulmonlar ham sekin kuchugini yetaklab chiqadi. Daraxtlarning tagiga nima qilsa qilib ketyapti. Odamlar o'tiradigan joyga, yuradigan joylarga nimalarni qilsa qilib yuribdi. Yana kechasi deydiganlar bor yoshlar. Kechasi qayerlardandir qaytib kelyotib, qistab qolsa nima qilsa qilib ketyapti. Yo'lmidi, boshqa joymidi, daraxtning ostimidi, o'tiradigan joymidi? Bu shifoxonalarning oldiga, masjidlarning devorining orqa taraflariga bir narsalarni qilib, chochib axlatini tashab ketayotganlar bor. Allohning oldida qanday javob beramiz buning uchun? Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar, ikkita la'nat deydigan joy dedilar. O'shaning uchun ko'p bandalar la'natga qolib ketyapti-da. La'natga qoladi, keyin keladi. Bir narsa bo'ldi, kasal bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Shifokorlarga borsa, eskichadan bo'lsa kerak seniki. Bor, o'shalarga bir qaratib ko'r. Biz umuman seni tuzata olmadik, hech bir kasalligini topa olmadik deb aytayapti. Domla bir ko'rib qo'yasizmi deydi. O la'natga duchor bo'lgan bo'lsang, qanday qilib ko'riladi uni? Mana tozalik azizlar. Shuning uchun ko'chalarimiz, mahallalarimiz hamma joyda insonga azor beradigan, ibodatimiz, taqvomiz, o'zimizning pokizaligimizga zarar beradigan har qanday narsadan poklashligimiz kerak. Nafaqat axlatlar, balki insonlarning tilidan chiqayotgan so'zlarda ham axlati bor. Shunda ko'chaga chiqsangiz ilon post tashlaydigan so'zlarni ishlatayotganlar bor. Shularni ham tartibga chaqirishimiz kerak. Ko'cha-kuyda o'tirib olib, sekin havo isisa, yarim yalang'och bo'lib o'tirib olib, erkaklar ham qornini osiltirib olib, bir narsalarni ichib o'tiradigan choyxonalar bor. Ularni tartibga chaqirishimiz kerak. 4 erkak to'planib olib, diskotekada o'tirib olib, nardani tashlab o'tgan ketgan qizni ayolning orqasidan poylaydiganlari bor. Ularni ham aslida najas. Ana shunday axlatlarni ham biz jamiyatimizdan yig'ishtirib tashlashimiz kerak. Shunda to'liq poklik ro'yobga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo yana takror aytaman, bizlarga poklikda nafaqat bu namoz bilan, balki mol va dunyomizning pokligi uchun zakotni farz qildi. Chunki o'sha mol va dunyoga kelgan narsani biz yeymiz, iste'mol qilamiz. Agar shu mol va dunyomiz haromdan topilgan bo'lsa, yeyotgan luqmamiz harom bo'ladi. Ming namoz o'qiylik, qonimiz haromdan paydo bo'ldi. Qalbimizga haromdan quvvat bordi. Namozimiz qabul bo'lmaydi, foydasi bo'lmay turaveradi. O'shaning uchun Alloh taolo zakotni farz qilib qo'ydiki, molingni ham poklab olgin. Ro'zani farz qilib qo'ydiki, oshqozoningni ham bir poklab ol. Iftorlik va saharlikka o'zing pokiza narsani olib yeginda, oshqozoningni ham pokla. Qoningni bir qayta tozalab ol. Odatda inson har yil bir marta kamida tibbiy ko'rikdan o'tib, har taraflama o'zini surishtirib oladi. Xuddi ana shunday ro'za tutganda inson butun ichki a'zolarni hamma illatlardan, ko'rinadigan, ko'rinmaydigan illatlardan pokizalab olmoqligi uchun Alloh subhanahu va taolo ro'zani farz qilgan. Allohning hamma buyruqlarining zaminida poklik bor, tozalik bor, ozodalik bor.